Bugun odamlarning hayotga munosabati ham, talab, ehtiyojlari, dunyoqarashi ham tubdan o'zgargan. Bu boshqa sohalarga qatori tibbiyotda ham sifatni oshirish, zamonaviy yondashuvlar olib kirish bo'yicha oldimizga yangi vazifalarni qo'ymoqda. Shu bois noyabr-dekabrda qattiq tayyorgarlik ko'rib, yanvardan tibbiyotda xalqni bahosini eshitadigan tizimni joriy qilamiz. Endi 26 ta markaz direktorlari, oblzdrav, rayzdrav, oilaviy poliklinika mudirlari 1 oylik aniq reja asosida ishlashga o'tadi. Ushbu rahbarlar televideniya va ijtimoiy tarmoqlarda chiqib, zimmasiga olgan vazifalarni, qaysi kasalliklar ko'p va ularni qanday kamaytirishni aholiga e'lon qilib boradi. Shuningdek, odamlarga murojaat qilib, sog'lig'iga e'tibor qilish, tibbiy ko'rikdan vaqtida o'tish, to'g'ri ovqatlanish va jismoniy faollikni tushuntirish kerak. Aliyeva, Xudoyarov, Eldor Adilov kasalliklar turi qaysi hududlarda ko'p uchrashga qarab ularga yo'nalish beradi. Markaz rahbarlari o'z sohasida eng og'ir tuman va mahallaga boradi. 1 oy qolib kasalliklar sabablarini o'rganib, ularga yechim beradi. Oilaviy poliklinika va tuman shifoxonalari vrachlarini kasallikni davolashga o'rgatadi. Bundan buyon oblzdrav, rayzdravlarning kunlik qabuli mahallada bo'ladi. Shunda xalq bilan muloqot paydo bo'ladi. Odamlarimiz bundan rozi bo'ladi. Tibbiyot tizimiga xolis bahoni o'zi beradi. Shu o'rinda viloyat, tuman tibbiyot rahbarlari va bosh shifokorlar poliklinika mudirlariga murojaat qilmoqchiman. Ular o'zlariga savol bersin. Bemor shifoxona va poliklinikaga kelganda qancha vaqt sarflayapti? Olgan xizmatdan qanchalik ko'ngli to'layapti? Ushbu rahbarlar o'zini bemorni o'rniga qo'yib, eshikdan boshlab vrach qabuliga kirish uchun xonama-xona yursa, rentgen, laboratoriya, UZI, EKG uchun boshqa qavatga chiqib tushsa, shunda odamlarning holatini tushunib, bu savolga o'zlari javob berish kerak. Shu bois har bir viloyat, tuman tibbiyot rahbarlari, bosh shifokor va poliklinika mudiri bemorga e'tiborli bo'lib, dardiga shifo izlab kelgan har bir odamning ishi tez bitishi uchun barcha sharoitlarni yaratishlari zarur.